Gentra mashinasiga seriozli look. Bu mashinaga ko'p narsa shart emas. Bitta skronli nomer taqiladi, beton tonirovka uriladi, Optra Amerikanka taqiladi. Optra Amerikankasiz Gentra, farqotsiz Shirindek gap desam qizlar tushunmay qolsa kerak. Mashinaga Optra Amerikanka taqilgandan keyin aniq tushunib olishadi. Xohlasangiz original Koreya, xohlasangiz Xitoy sifatlisidan qilib beramiz. Muammo yo'q, tanlov o'zingizda. Amerikanka taqilgan zavodskoy fara. Endi ichki tomoniga keladigan bo'lsak, Malibu rul bilan Malibu barri Malibu mashinasidan ko'ra mana shu Gentra mashinasi mashhurroq qilib yuborgan. Xohlaganlarga koreyskiy varianti originali, xohlaganlarga Xitoy sifatli varianti. Xohlaganlar mana bunaqa neobычный Bentley dizaynini qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Buni turishini qarang, qo'ygan sari qo'yib yuborgisi keladi. Oxiri mana shu Captiva Broadway qo'yib olasiz. Captiva Broadwayga Captiva emas, Gentra mashhur qilib yuborgan desam ishonasizmi? Xullas, seriozli lookimiz shu aka, bosib yuboradigan joyi Gentra's bo'lsa, agar bo'lmagan taqdirda Gentrachilarga jo'natib qo'ying. Niyatni kattaroq qilavering, akam. Kattaroq natijalarga erishasiz. Avtostorga obuna bo'ling.